Jizzaxda ayol bolalarni shafqatsizlarcha kaltaklagan. Ijtimoiy tarmoqlarda ayol bolalarni shafqatsizlarcha kaltaklagani haqida video tarqaldi. Holat 2026-yil 19-iyun kuni Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Yoshlik mahallasida yuz bergan. Ushbu tumanda yashovchi fuqaro tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, 2015-yilda tug'ilgan farzandi mahalladosh tomonidan haqorat qilingan va tan jarohati yetkazilganini bildirgan hamda qonuniy choralar ko'rishini so'ragan. Tayinlangan sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, voqea natijasida voyaga yetmagan bolada yengil tan jarohati aniqlangan. 20-iyun kuni o'sha hududda yashovchi boshqa bir fuqaro ham tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, videodagi voqea davomida uning voyaga yetmagan farzandlariga tan jarohati yetkazilganini bildirgan. Ushbu holat bo'yicha ham sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Hozirda tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bolalar dastlab o'zaro urushib qolgan. Shundan so'ng ularning biri onasini chaqirgan. Keyin esa kelgan ayol boshqa bolalarga nisbatan kuch ishlatib, ularni haqorat qilgan. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va Anhor.uz'ni kuzatishda davom eting.